Hozirgi migren haqida Ha ukajonim, men 150 marta emas, 200 marta aytdim. Ajovi. Migrenda CGRP, ya'ni kalsitonin geniga bog'liq peptid ishlaydi. Bu kalsitonin geniga bog'liq peptidning asosiy vazifasi nerv orqali og'riqlarni toshib berish. Ajovi ukoli xuddi shu CGRP genini bloklaganning hisobiga og'riq kamayadi, og'riq yo'qoladi. Faqat migren xuruji vaqtida Ajovi ukolini qilib bo'lmaydi. Ajovi ukolini 225 lik dozasini mana ko'rib turibsiz, bir oyda bitta qilinadi. Bu profilaktik uchun qilinsa ham yoki og'riqni pasaytirish uchun yoki migrendan xalos bo'lish uchun qilinsa ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Eng zo'r ta'sir qiladigan joyi ko'proq teri ostiga, lekin kindik atrofidan 5 sm qochirib teri ostiga qilinadi. Teri ostiga qilingan joy qizarish, shish, og'riq bo'lsa, bu o'sha ukolning ta'siri va o'zini guli xalq tilida aytganda. Ajovining tarkibi fremanezumab, mana ko'rib turibsiz, chiqib turibdi va bu og'riq xuruj vaqtida qilinishi mumkin emas. Bu og'riq sal pasaygandan keyin qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi bu ne только davolash, no profilaktika uchun ham Ajovi ukoli ishlatiladi. Menimcha migrenga Muhammadiyor yetarlicha ma'lumot berdim va ushbu Ajovi tarkibi fremanezumab deb bo'lgan dorini tushuntirib ham berdim. Xalq tilida ham aytdim. Marhamat hurmatli obunachilar, kimda migrenli og'riq bo'lsa, bizga murojaat qilishlari mumkin. Murojaat uchun telefon sizlar bilan Muhammad Erkinjonovich bo'ldi. Videoni boshi og'riydigan migreni bor do'stingizga ulab qo'ying, like bosing va bizga obuna bo'ling.